oqshomimizga xush kelibsiz. Bugungi tadbirimizni ochib berish uchun so'z Nishon tumani hokimi Botir Tog'ayevga marhamat. Bu bayram timsolida bahor va ayol tushunchalarining naqadar uyg'un ekanini, bir-birini necha og'lik to'ldirishini yana bir karra anglaymiz. Bugun borliq bahor nafasidan sarmast, qalblarimiz esa sizning tabassumingizdan nurafshondir. Siz borsizki dunyo go'zal, siz borsizki hayotimiz mazmunli. Ayolning birgina shirin so'zi, mehr to'la nigohi eng og'ir dardlarga davo, eng baland dovonlarni zabt etishga kuch beradi. Sizlarni nafaqat oila bekasi, balki davlatimiz tomonidan ayollarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning iqtidorlarini yuzaga chiqarish borasida olib borilayotgan islohotlar bugun har bir mahallamizda o'z ifodasini topmoqda. Tashqari, joriy yilda Toshkent shahrida o'tkazilgan boks bo'yicha O'zbekiston chempionatida sportchi qizlarimiz Umarova Umida Akmal qizi va Eshdavlatova Jasmina O'ktam qizi bronza medalni qo'lga kiritdilar. Hurmatli ustozlar va shifokorlar, sizlarning mehnatingiz tufayli jamiyatimizda ilm, ma'rifat va salomatlik qaror topmoqda. Aziz va muhtaram onaxonlar, mehribon opa-singillar, lobar qizlar. So'zimni oxirida shuni aytmoqchimanki, biz sizlarni nafaqat bayramlarda, balki har kuni, har daqiqada adoqlashga burchlimiz. Siz borki olam munavvar, siz borki hayotimiz go'zal. Baxtimizga doimo salomat bo'ling. Qadringiz va qadringiz bundan baland bo'lsin. Barchangizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan samimiy muborakbod etamiz. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt va omad tilaymiz. Barchangizni mustahkam sog'lik, tinchlik va osuda hayot, oilaviy farovonlik va xotirjamlik, xonadonlaringizga to'kinlik, sochinlik, fayz va baraka doim yor bo'lsin. Yaratganning o'zi sizni panohida asrasin. Hamisha sog' va omon bo'lingizlar. Bahor va baxt ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat e'tiborlar. Rahmat deymiz. Hujjar Omonqulova. Rahmon Qayitova. Va sayohatdagi haftalar sonida jamoaviy suratkashi Omonqulova. Feruza Omonqulova. Marhamat, Feruzaxon kelasiz. Oybira Rahmonqulova, Chapata mahallasi, xotin-qizlar faoli. Oybira Rahmonqulova, marhamat. Sakarova, Paxtobod mahallasida ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi xodim. Mira Safarova. Barno Jo'rayeva Kelgan mahallasida ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi xodim. Jamiyeva, tuman agrobank kassiri. Savrat Mashurova, tuman Sara Sayyidiova, tuman sport maktabi o'quvchisi. Vera Askirova.
Fatima Jumayeva. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Hayotimizda quvonchi, fayzu farishtasi bo'lgan muhtarama onaxonlar, hurmatli opa-singillar, aziz qizlarim, barchangizni sizlarning timsolingizda butun mamlakatimiz ayollarini Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yanayam hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Ijro etadigan qo'shig'im aynan bugun sizlar uchun. Fatima,